davlat iqtisodiyotni nazorat funksiyalarini belgilashda ta'sirchan xarakterga ega bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni biz ko'zda tutmagan zararlarni va ijobiy jihatlarni cheklovlar va soliqlar orqali nazorat qilish davlatning asosiy roliga aylanadi va qanchalik iqtisodiy qarashlar, ekotizimga bo'lgan intilish, iqlim zararlanishini tushunish demak kuchli bo'lsa, soliqlar va cheklovlar orqali davlat o'sha yo'nalishga yo'naltira olsa, davlat va iqtisodiyotning uyg'unlashuvi oshib boraveradi. Lekin soliqlar yoki boshqa narsalar har doim ham aholiga yoki tadbirkorlarga yoqavermaydi. Chunki benzin narxining oshishi demak ijtimoiy iqtisodiy tizimlarga ta'sir qiladi va aholining daromadlariga ta'sir qilishi ideal demak biz yashayotgan hayotda, ya'ni kitob tili bilan aytganda ekotizimga zarar keltirishi mumkin, lekin real hayotda ko'pchilik insonlar bu narsani o'ylab o'tirishmaydi va ijtimoiy daromadlari ular uchun birinchi holat hisoblanadi.